Assalomu alaykum do'stlar. Men sizlarga bir qator obzor qilib qo'yin. Mana birinchi karnizdan bosh. Mana karniz doğurdu. O dom bu. Men ellerge bunday taraq qo'yganmiz mana. Gördingizmi? Taraq qo'ygan. Karniz doğurdu. Ne yaqinlashtirib olib kelay sizlarga. Mana. Karniz doğurdu. Gördünüz mü? Patolog. Patologlar ham atachinta bo'lgan, yo'l o'rgatmoqlar. Gördünüz mü? Eshiklarni hozir qo'yib ketdi mana. Eshiklar ruchkalari ham qora bo'lgan. Mana bu tualetniki. Ana dushovoy, hozir kirib bo'ldi. Hazır qo'yib qo'ydi mana. Cho'paklarni qistirib hozir qo'ydi. Menga aynaga terib qo'ygan biz mana. Ha, bu koridordiki mana. Manellar to'plib ol mana. Menlar. Mana koridor. Ko'rdingizmi? Men bir chekidan ko'rsataman sizlarga. Dushovoyni ham qo'shib olardim. Mana. Bu komnatga kirganingizda bu komnatimiz manday bo'lgan. Lüstralari. Gördünüz mü? Kanalimizga kirsinlar, abone bo'lib qo'yinglar. Mana ularni mana tatandan olib keldik. Molar. Tatandan. Lüstralar ham zo'r chiqqan. O'ziga mos bo'lib chiqqan mana. Mola içi mana yo'llarga atachinta bo'lgan mana. Atachinta bo'lgan bular. Qumli atachinta urganmiz mana. Ko'rdingizmi? Qumli atachinta bular. Bu kolonnalarni regellarga mana taraga yopishtirib chiqqanmiz mana. Dom bu. Manday bo'lib taraga yopishgan. Mashina yapıştırıp qo'ysanglar, mashina az-maz vitni ochadi do'stlar. Ema kuxnaga kirganingizda bu yoq mana kuxna. Mana bu koridor, bu kuxna. Kuxnani mebelini nima qo'yadi? Do'stlar. Bu mana atachinto bu yoq. Mana pajarni xuddi ko'rdingizmi? Pajarni xuddi. Pastdagi komnatda ham bor. Pajarni xodga manday qilib kafel terib qo'yganmiz mana. Bunga o'xshagan. Ko'rdingizmi? Mana. Radiator. Berdi lustras. Mononi regelga manday tarab qo'yganmiz mana. Ko'rdingizmi? Har bir regelga mashlarni qo'ysa vitni ochadi do'stlar. Koridorni mana nimalari? Lustrasi. Ko'rdingizmi? Mana sakt qo'yilgan mana. Buni shtatanda bir qarindoshimiz bor. O'sha qilib jengil qilib qo'ydi. Xudo xolasa. Eshiklari mana. Ko'rdingizmi eshiklarni? Hozir bu dushovoyga ham tualeti, dushovoy alohida ekan, bularga kirib bo'ldi. Do'stlar. Bu xudo xolasa mana atmosferni ertamen turlab qo'yamiz, polni topshiramiz keyin. Obyektimizda mana bitta basen tushirganmiz. Basendan moldin aylantirganmiz manday. Ko'rdingizmi moldinni? Keyin bu komnatnikini mana bu komnatnikini mana uning ichida o'zi yonadi, safita. Shlenka yonadi. Ko'rdingizmi? Shlenka o'chdi. O yeri shlenka yonib turadi ana. Mana shu po'sti ichida shlenka bor. Shlenka yonadi. Bu yoqqa ham lustra osib qo'yganmiz. Ikkita safit ko'p qo'yganmiz bunday qilib.
Uyda maşin o'zi yorug' qiladi, lyustrani keragi yo'q ekan. Endi o'ylab qarasak, uyda egasiga lishni rasxod bo'ladi. Mana pardellarni olgan yeri mana. Mana. Burchaklarni ko'rgili. Mana. İzizde bo'ladi. Do'stlar. Regilga обязательно domingar bo'lsa, mana shu tarafdan qo'yib qo'ysanglar, vitni ochadi. Ko'rdingizmi? Har qalay hozir vitni ochganda, просто vitni buzayotgan o eshik chekasi buzib turadi hozir. Ertaman uni to'g'rilatib qo'yamiz. Plintuslar mana oq bo'lgan. Plintuslar. Ko'rdingizmi? Oq plintus aylangan. Ko'pchilik mana plintusni rashotini ovozdan mana uni bosib qo'yadi. Обязательно plintusni rashotini og'iladi do'stlar. Mana. Plintusni ham mana uni pastga tushirib turib, plintusni ashini ustidan olib o'tib ketib, mana burchagi ochilib qoladi shunda. Do'stlar. Mana yerga televizor qo'yamiz dedi, televizorga qo'yib berdik. Mana galagenlari. Mana mende ramkani ichiga mana. Qanday desam bo'ladi? Mende ramkani ichiga mana ramkani. Mana yerga ati cho'nta qo'ydik-da, ramkani ichiga mana tarafdan solib chiqdik. Tarafdan qo'ydik mana. Tarafdan. Bu yog'iga ham mana moldin aylangan o'chakdan to'rtburchak bo'lib moldin aylanib, shuni ichiga taraq solib chiqqanmiz mana. Mende taraq do'stlar. Hozir mana yerda aynek bor ekan, aynekni yotkizib qo'ying. Mana ko'rdingizmi? Mana taraq shundan bunday qilib qo'yib chiqqanmiz mana. Просто vitni ochadi bu. Vitni ochsin deb qo'yib chiqqanmiz. Bu o'zi plasmasa narsa bo'ladi. Mana to'g'rilatdi, o'sha mashinadan mana. Mana monlar. Ko'rdingizmi? Ozmas kirlab ketibdi endi. Monga için urilganda mashinadan terib chiqqanmiz. Har bir regellarga mashinalardan qo'yilgan do'stlar. Kanalimizga kirsangiz, podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. YouTube kanalimizga kirsangiz, YouTube'ga kirib turib, qidiruvdan o'zgan ustalar deb yozsangiz, bizning kanal chiqib keladi. O'shunga podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Qanday videolar kerak bo'lsa, bemalol baylanishga chiqaringlar. Do'stlar. Ko'pchilik mana shpagilovkada eng asosiy TV bilan past turlash kerak. Bo'lsa mana valna bo'lib ketadi. Mana plintusni ko'rdingizmi? Plintus valna bo'lib ketadi. Dual qiyshiqligidan. Do'stlar, o TV taraflari ochilib qoladi. Mana TVlarni ko'rdingizmi? O'shalarga e'tibor beringlar do'stlar. Addelki ish qildirsanlar, hazayinlar ko'proq. Shularga e'tibor beringlar. Mana eshitdi ham mana zamogini ko'rdingizmi? Birortasi chiziq u yoqqa o'tib ketib ekan, bu yoqqa o'tib ketmagan. Yopilishni ko'ringlar. Mana. Mana. Mana chekilar hozir turlanadi. Bu cheki zamokni qo'yilganini qarag'lar. Birorta yeri nima bu o'tib ketmagan. Yo bu yoqqa yo qing'ir qiyshiq bo'lgan. Izida tushgan mana. Mashinalarga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Yo mana yerdan millisantimetr pastdan o'yilib qoladi. Bunday solib qo'yadi-ki, shpagilov yo'q. Unday qilinglar. Apparatda qilinglar. Asosiy apparatda qilinglar do'stlar. Koridordan kirganda mana to'plib olagan issiq ekan mana. Koridordan kirganda vitni ochib turadi mana. Bu lyustrani ham вообще zo'rini tanlgan. Qaranglar, lustra yetalab ketganda ochib turadi. Mana. Bu mana kraska bu. Kraska. Ko'ringizmi? Kraska bu.
Kraska. Aboy işletilmegen. Bu obyektga вообще aboy işletilmegen. Kraska bilan aboy bilan kraskada ancha farqi bo'ladi, do'stlar. Aboy bilan kraskada juda katta farq bor. Masalan, mana shu domga. Misali aboy qilaman desa, ideta bir 450 ming bilan bitiraveradi-da. Hozir mana 600 mingga taqalibdi, 600 mingdan ham o'tib ketdi bu. Kraska uchun. Kraska, molding, mana taraqtar, mana kolonnadagi regildagi taraqtar, mashinalar qimmat tushadi. Do'stlar, mashinalar. Keyin mochigida ko'rdingizmi? O pushti tagidan molding ketgan mana. Mana yerdan ham molding ketgan. Mana katta molding, mana kichkina molding. Buni ichi atachento bo'lgan. Buni ichi bo'lak atachento bo'lgan. Bu yoq kraska bo'lgan. Mana do'stlar, kanal o'ziga kirsinglar, like bosib, kommentariy yozishni unutmanglar do'stlar. Sizlardan bizga poddeshka bo'ladi do'stlar. Mayli tinch bo'linglar do'stlar.